Assalomu alaykum hammaga. YouTube oilamga kattakon rahmat. Juda ham katta e'tibor bilan video ostiga juda ham ko'plar yozishibdi. Hattoki Telegramdan yozganlar bor. Siz bilan ko'rish niyatim bor edi deb. Uzr so'rayman xabar bera olmaganligim uchun, lekin baribir ham agar xabar berganimda menimcha ulgurmas edim. 17 kun O'zbekiston uchun juda ham kam ekan. Ko'rib turganingizdek biz Samarqandga yetib keldik. Juda ham chiroyli, shinamgina joy, gostinitsa menga rosa ham yoqdi. Mehmonxonaga joylashganimizdan keyin ozgina dam oldik va birinchi o'rinda Registonda aylanishga qaror berdik. To'g'risini aytsam, men hayratda qolib, juda ham mazza qilib Samarqandda aylandim. Bunchalik darajada chiroyli joylar borligini bilmas edim. Samarqandga men ham birinchi marta borishim o'zi aslida Onurbekga ko'rsatish qanchalik O'zbekistonni chiroyligini bildirish edi, lekin o'zim ham ulardan ham ko'proq hayratda qolib aylandim Samarqandni. O'zi Toshkentda ham juda ham ko'p joylar o'zgarib ketganligi uchun juda ham hayron qolgan joylarim ko'p edi. Onurbek tarixga juda ham qiziqadilar. Bir paytlar tarix o'qituvchisi bo'lmoqchi bo'lganlar. Hattoki universitetda birinchi tarix o'qituvchisi sohasi bo'yicha o'qimoqchi bo'lganlar. Hattoki kirganlar universitetga, keyinchalik esa sohalarini o'zgartirishga qaror qilganlar. Chunki o'qituvchilardan ko'proq oylik oladigan sohani tanlashga majbur bo'lganlar. Shu uchun ham butun muzeylarni mazza qilib aylandilar. Hamma narsani birma-bir o'qib, erinmasdan tarjima qilib, hammasini sekin-sekin tomosha qildilar. Hattoki Onurbekga Toshkentdan ko'ra Samarqand ko'proq yoqdi. Biz Samarqandda bir kun qoldik xolos, lekin kelgan kunimiz va ertasi kuni mazza qilib aylandik. Baribir ham ozgina kamlik qildi. Lekin keyingi safar agar yana bir bor Samarqandga borish nasib qilsa, inshaalloh ko'proq qolish niyatim bor. Nafaqat Samarqandda, Buxoroga, Xorazmga aylanish niyatim bor. Xudo xolisa niyat qilib qo'ydik Onurbek bilan. Va albatta Samarqandga borishdan oldin birinchi prezidentimizni haykalini ham ko'rish nasib qilsin deb niyat qilib qo'ygan edim va u tarafga ham borish nasib qildi. O'zbekistonga borsam jonli qilib hamma narsani ekranga o'zim qarab videolarga olaman degan edim, lekin afsuski bolalar bilan borganimizdan keyin bolalarning yonida video olish juda ham qiyin, juda ham injiqlik qilishdi. Lekin shunda ham mazza qilib aylandik. Efega ko'proq yoqdi. Efe anchagina katta bo'lib qolganini sezdim, chunki qiziqib hamma narsani so'rab, u ham o'qib, tarjima qilib, tushunmagan narsalarini ChatGPTdan so'rab hamma narsani o'rganib oldi. Ne yapıyor? Bu nasıl bir su uçması? Onurbekga Samarqandga boramiz deganimda mendan juda ham ko'p narsalar so'radilar. Hattoki men o'zim aylantirib, qayerga borishi, qanday bo'lishini va tariximizni tushuntirib berishimni kutdilar, lekin afsuski yana bir bor aytmoqman, afsuski Samarqandga birinchi marta borishim. Ular ham hattoki hayron qoldilar. Qanaqa qilib bu yoshinggacha Samarqandga bormagansan? Bu yerda yashab turib Samarqandga bormaslik ilojisi bormi deb hayron qoldilar. Menimcha men bir o'zim bo'lmasam kerak, Samarqandga bormagan qizlarimizda ko'p bo'lsa kerak, adashmasam. Registondan keyin esa bozor tarafiga o'tib, bozorimizni ham ko'rsatdim Onurbekga.
judayam eski bozorligini, tarixini tushuntirdim va kechki payt esa ovqatlangani bordik. O'zi aslida xolajonimga kattakon rahmat Samarqandga olib borganlari uchun. Ularni tavsiyalari bilan aylandik. Bo'lmasam ko'p joyda adashib qolardik va yaxshi ovqatlanadigan joylar topmas edik. Xolajonimning tavsiyasi bilan juda ham zo'r restoranda ovqatlandik.
havola issiq bo'lishiga qaramasdan turistlar juda ham ko'p edi. Kassalarda har doim navbat bor edi. Men juda ham to'g'risini aytsam xursand bo'ldim. O'zbekistonimizga shu darajada ko'p turist kelishini bilmas edim. Shuncha turist kelganidan juda ham xursandman. Hattoki Onurbek ham juda ham ko'p turist kelar ekan. Samarqand juda ham chiroyli shahar, kelishga arziydigan shahar deb gapirdilar. Almışlar ya. Ondan bahsediyorum. Saymaya başlıyorum. Samarqanddan qaytganimizdan keyin esa qanaqa qilib uxlab qolganimni o'zim ham eslolmayman, lekin ertasi kuni rosa oyoqlarim og'ridi. Kuniga 15 ming 16 ming qadam yuribmiz o'zi ham o'zimizga sezilmadi, lekin qaytganimizda og'riqlarimizni sezdik, lekin shunga ham qaramasdan uyda o'tirmaslikka qaror berib, Elani ko'nglini olish uchun va bolalarni hammasini aylantirish uchun Magic City'ning ichida joylashgan o'yin oromgohiga bordik va tog'ajonim bilan ko'rish nasib qildi. Tog'ajonim bolalarni mazza qildirib aylantirdilar. Şenaz. Güzel mi? Koksi. Koksidan keyin esa zooparkka bordik. Birinchi akvariumga kirib aylandik. Yoshligimni esladim. Eng eski zooparklardan bittasi bo'lsa kerak, menimcha adashmasam. Mazza qilib aylandim. Yoshligimni eslab nostalgiya bo'ldi o'zi ham. Uyga yana kech qaytdik va juda ham charchadik, lekin charchasak ham 17 kunim bor-ku, hamma narsaga ulgurishim kerak degan maqsadda umuman dam olishni xohlamadim. Bir kun ham uyda o'tirmadim. Ertasi kun esa Nargiz opani oldiga bordim. Birinchi bo'lib keladigan oxirgi oti. Uyat bo'lib ketdi lekin. Assalomu alaykum. Mabodo bilmaganlar bor bo'lsa, Toshkentda Silmunda Nargiz opa kafe ochganlar shirinliklar bo'yicha. Juda ham chiroyli joy, shinamgina ochilish marosimiga bora olmadik, chunki biz tog'da bo'lgan edik. Nargiz opamni kech bo'lsa ham tabriklagani borib, shirinliklaridan yeb ko'rdik, juda ham mazza qilib suhbatlashdik. Videomni shu yerda to'xtataman, lekin O'zbekiston haqida videolarim davom etadi. Zerikib qolmayapsizlar degan umiddaman. Hammaga xayrli va barakali kun tilab qolaman. Allohga omonat bo'linglar.